Mana narsani otini nimaga shayton deyishadi? Chunki bundan foydalanishni bilmagan odamni aldab qo'yish mumkin. Xuddi uy qurilishga tushunmagan odamni aldab tashlashganga o'xshab. Aldaysan-ku Sardor. Qurilishda sizni nima ortiqcha xarajatga tushirishi mumkin? Ortiqcha orzu havasingiz bilan yoki siz ishongan uquvsiz yoki vijdonsiz odamlar bo'lishi mumkin. Uy proyektiga ham alohida e'tibor berib ketasizlar. Kirganda chap qo'lda oshxona bo'ladi. Bu yoqda katta zal. Ikkinchi etaj ortiqcha plandagi xarajatlar. Masalan, mana shu joyga e'tibor berishgan holatda bu yerda hozir ortiqcha joyiga masjidgacha o'sha perilla qilish kerak bo'ladi. Yana bu katta xarajat. 500-600 dollar ketishi mumkin. Masjid kichkinagina joyi o'zi. Ortiqcha joy bo'ldi degan katta xarajat keltirishi mumkin. Xo'p. 1, 2, 3-chi bu 4-chi xonamda. Ortiqcha orzu havas. Masalan, ko'pchilik xonaning ishlarini katta bo'lishini xohlashadi. Sizlarga maslahatim, uzunasiga uzun qilavering. Qanchalik, masalan, 6 metr, 7 metr qilsangiz ham eniga kichikroq qiling. Maslahatim 3,5, 360, maksimum 4 gacha bo'lsa, ham hashamatli, ham ekonom variant kerak bo'lsa, masalan, sizlarga maslahat beraman. Birinchi etajda baland kattaroq qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi etajda polniy standartlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Bozor iqtisodiyotidagi standart razmerlardan foydalansangiz ham ancha ekonom qilgan bo'lasiz. Masalan, deraza rom, eshiklar, xonaning razmeridagi gips kartonlarni hammasini agar qani imkoningiz bo'lsa, shularni moslashtirib, razmerlarni qilib plan qiladigan bo'lsangiz, ancha ekonom bo'ladi. Shuning uchun planni qilayotganda umuman erinmaylar, bo'laveradi demanglar hech qachon. Qale